Muhammed Yunus Bey Qashqariya davlatida eng yuqori siyosiy mansab tutgan Uyg'ur o'g'lonlaridan birisi bo'lgan Muhammed Yunusjon milodiya 1803-yili kuzda asladagi Yarkand Saidiya xonligining poytaxti Yakan shahrida Yo'ldosh Axun otliq bir Uyg'ur tijoratchi oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi Kashgar hokimligi Muhammed Yunusxonning eng muhim yaqini bo'lg'ashqa o'z o'g'lini Yunusxondek odil hukmron bo'lsin deb uning ismini Muhammed Yunus qo'ygan. Oradan uzun o'tmay Adil Hokimbek Yunusxon Manching ordisi tarafidan Qo'qonda turayotgan xo'ja avlodlari bilan xufiyani birlashib Qashqariyani Manching xonligidan tortib olmoqchi bo'lgan xoin deb ayblanib o'limga hukm qilingan. Arqadınla Yunusxonning Qashqar va Yakandagi yaqin yo'riqlarining hammasi tutqun qilinib, yo'shirincha qaslab yo'qitilgan. Muhammed Yunusjonning otasi shu qitimliq tozlashning qurboni bo'lib ketgan. Oqibat amdili 10 necha yoshga kirgan Muhammed Yunusjon tog'asining tarbiyasida o'sib yetilgan. Muhammed Yunusjon to'limi zerak va aqlliq bola edi. Shu vajidan uning ustozlari bu kapsiz balaning aman bir kuni cho'ng ishlarni vujudga chiqaradiganligini faraz qilib, uni har jihatdan puxta tarbiyalashga alohida ko'ngil bo'lgan. Darvaqa Muhammed Yunusjon ilgiriki Inonchxonning jiyani Muhammed Seyitxonning diqqatini tortib, 20 yoshga to'shmay turibla Yakan Hokimbek ordusida vazifa o'tashga boshlagan. Muhammed Yunusjon o'ziga mayli qandoq ish topshirilishidan qat'iy nazar har qandoq ishni puxta va astoydil bitirdi. Muhammed Yunusjon Jahongir xo'ja yig'iliqidan keyin Manching xonligining haqiqiy abdi bashirisini to'liq tonib yetib 1830-yildagi Yusuf xo'ja qo'zg'oloniga qatnashgan. Bu qo'zg'olon mag'lub bo'lgandan keyin alohida tutish buyrug'i chiqarilgan Muhammed Yunusjon Qo'qonga qochib chiqib, Toshkent shahrida yerlashib qolgan. U 1833-yili 30 yoshida Toshkent shahrida o'ltiraqlashib qolgan bir Uyg'ur oilaning qizi bilan uylangan. Muhammed Yunusjon 1844-yili Qo'qon xoni Madali xon vafot bo'lgan chaqda Toshkentdagi Qashqariya muhojirlari tarafidan oqsoqol qilib tiklangan. Uning Muhammed Yoqubbek yani mashhur badavlat bilan tanishgan vaqti Toshkent hokimi Nar Muhammed Qushbegi bilan Yoqubbekning hamshirisi to'y qilgan chaqdan boshlangan. Keyincha u Oq Masjid qal'asini Chorrossiyadan qaytarib olish nishon qilingan urushlarda xalqni safarbarlikka chaqirgan. Hatto 1864-yili 10-oydagi birinchi qitimliq Toshkent urushida 3 o'g'lidan mahrum qolgan. U mazkur urushga Yoqubbek bilan birga qatnashgan. Bu urushda o'rislar qattiq mag'lub bo'lib, toki Chimkentgacha qochib ketgan. Muhammed Yunusjon Oqsoqol 1865-yili 1-oyda Terak Davon orqali Buzurgxon to'rlarini Qashqarga salomat boshlab kelgan. Ba'zi manbalarda Yoqubbekning Yakanni dal mushu kishining yordami bilan o'ng'ayli qo'lga tushirganligi qayd qilinadi. Yoqubbek shu yil yozda Yakan shahrini qo'lga olgandan keyin o'zi yakanlik va avom xalq ichida ta'siri kuchli Muhammed Yunus Oqsoqolni Yakanga vali qilgan. Muhammed Yunusjon Oqsoqol 1865-yili Yakanning hukmdoriga aylangandan toki 1877-yili 12-oyning oxirlari Zozongtang kuchlari Yakanga bostirib kelgichi bo'lgan 12 yil ichida Yakan xalqining iqtisodini va boshqa muhim ehtiyojlarini to'liq qamdab, Yakan viloyatini Qashqariya xonligi tavasidagi eng boy va farovon yurtga aylantirgan. Yakan bu mezgilda Hindiston va Qashqariya o'rtasidagi muhim savdo tuguni va karvon o'toniga aylangan. Sultan Abdullaxon davridan keyin kunseri xaroblashib, uda 202 yildek xonavayronchilikni boshdan kechirgan Yakan xalqi Muhammed Yunus Hokimbekning tirishchanligi bilan 12 yil ichida to'liq asliga kelib, Qashqariyadagi eng jalbkor va avod yurtga aylangan. Tarix chaqi 1877-yilga kelganda Qashqariya davlatida butun Markaziy Osiyoni, hatto Manching, Chorrossiya va
Buyuk Britaniyani qattiq hayron qoldirgudek sirliq voqealar va keskin o'zgarishlar yuz berib, Yaqubbek Badavlat va amirlarining 10 necha yillik tirishchanligi bilan qo'lga kelgan barliq natijalar yo'q chiqqan. Ana shu yili 12-oyda Muhammad Yunus Hokimbekmi taqdirga tan berib, Yakandin Seriq qo'lga chiqib ketgan. Muhammad Yunus Hokimbek ya Qo'qon tarafga ya Hindiston tarafga qochmay, aksicha 100 yil burunqi aka-uka xo'jalar chekingan Badaxshon tarafdagi Seriq qo'lga chekingan edi. Chunki uning yanada tanbargisi yo'q edi. Biror fursat tepib, qayta bosh ko'tarishni ko'ngliga pukkan edi. Lekin reallik buningga imkon bermagan. Natijada u ya hijrat qilish ya Yakanga qaytishdan birini tanlashga majbur bo'lgan. U qat'iylik bilan Yakanga qaytib kelishni qaror qilgan. Biroq Badavlatning barcha amaldorlari uchirgan qismatlar hammaga oydin bo'lg'ashqa Muhammad Yunusjon Hokimbek Qog'iliqdagi Tajalli Hazratning taklifi bo'yicha kindiqqini to'kilgan Yakan shahriga qaytib kelmasdan, balki Poskamdagi tuqqanlarining yeniga maxfiy qaytib kelgan. Oradan 7 yil o'tib Jallod Zozungtang o'ldi. Oradan uzun o'tmay uning g'oltisi Liu Jintangmu o'ldi. Yeni bosh ko'tirgan Yaponiya imperiyasi Manching xonligini Koreya va Seriq dengizda necha qitim qattiq mag'lub qilgandan keyin Manching ordusi Uyg'urlarga qaratgan davlat terrorini to'xtatishga majbur bo'ldi. Angliya va Chorrossiya bu fursatni ching tutib, Sharqiy Turkistonning janub va shimolida konsulxonalarni ta'sis qilib, Manching xonligi qoldirgan bo'shliqni egallashga urindi. Mazkur o'zgarishlarni izchil kuzatib turayotgan Muhammad Yunus Hokimbek 10 yildan buyon kutayotgan bosh ko'tirish va kurash qilish fursatiga qayta erishalmasimi, qilchi umidsizlanmagan holda milodiya 1896-yili kuzda Poskamda 93 yoshida vafot bo'lgan. Gerçi u o'zi umr bo'yi orzu qilgan mustaqil va kuchli davlat qurish g'oyasiga yetolmagan bo'lsa-mu, lekin uning avlodlari 1930-yillari va 1940-yillardagi inqiloblarda tillarda doston bo'lg'idek tarixlarni yaratgan.